Assalomu alaykum do'stlar. Kech bo'lganda video qilyapmiz. Bu ishimizni tugatdik. Birinchi etajda o'tkayli qilganmiz, ikkinchi etajda tugatdik. Bu joyimizga Akfaplast 6500 romlarida qo'yib berganmiz. Eshiklarini Termo 70 Zolotoy dub. İkinci etajni ko'rsatamiz. Romlarimiz 6500 plasmassa. Hop. Eshigimiz Termo 70 Zolotoy dub. Oynalari 2 qavat, tashqarisi yodoviy, ichkarisi oddiy oq oyna. Ochilib yopilishiga e'tibor beribsizlar, o'ta go'zal. Aksessuarlarimiz Italiya zamovlarimiz. Hop. Bu joyga romlarni qo'yib berganmiz. Romlarimiz fortishka hisobida ham ochiladi. Bu romimiz eni 1.40, bo'yi 1.60. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar podokonliklari bilan. Kimga shunaqa premium klassdagi eshik va romlar xizmatlari kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Bu joyimiz ikkala yoni guluxo'y, ochilmaydi, o'rtasi ochiladi. Xo'p, do'stlar, e'tibor beringlar. Bu romimiz eni salkam 1 metr 95 cm, bo'yi 1.70. Bitta ochiladigan qilganmiz. O'ta go'zal. Plasmassa og'ir bo'ladi, tashavoradi deganlarga. Ochilib yopilishlariga e'tibor beribsizlar. Yumshoq. Hattoki fortishka hisobida ham ochiladi. Mana двойное открывание deb beradi. Podokonliklari bilan. O'ta go'zal. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlar qoldiramiz. Murojaat qilasizlar.